Assalomu alaykum azizlar. Bugundan biz siz bilan ishemik insult to'g'risida darsliklarni, ma'lumotlarni berib boramiz. Ishemik insult bosh miya qon tomirlaridagi gemodinamik buzilishlari tufayli yuzaga keladigan ishemik insult deyiladi. Bu surunkali bosh miya qon aylanishi yetishmovchiligi yoki bosh miya magistral qon tomir tromboemboliyasi va bosh miya qon aylanishi buzilishi jiddiy asos hisoblanadi. Natijada bosh miyada ishemik o'choq, ya'ni miya infarkti deb ko'p eshitgansizlar, shu ishemik o'choq paydo bo'ladi. Bu bosh miya to'qimasining bir qismi, ya'ni o'sha ishemik o'choq hosil bo'lgan joyida to'qimaning o'limi bilan xarakterlanadi. Tranzitor ishemik xuruj va patologik holatlar ishemik insultga olib keladi va rivojlanadi. Insult bunda qon tomir, bosh miya qon tomirlarida ateroskleroz, arterial gipertoniya yoki ushbu holatning kombinatsiyasi bo'lgan bemorlarda ko'proq uchraydi. Ishemik insultlar sabablari nimalarda? Bunda yurak patologiyasi, yurakda har xil kasalliklarning paydo bo'lishlari, anemiya, politsitemiya, bosh miya qon aylanishining umumiy va mahalliy pasayishiga olib kelishi mumkin bo'lgan boshqa patologik holatlar tufayli yuzaga keladi. Bunda biz o'rischasiga qon tomirlar ichida bo'layotgan обкрадывание deymiz. O'zbekchasiga buni, ya'ni o'sha qondagi o'g'irlik desak ham bo'ladi. Shu обкрадывание sindromi ikki xil variantda kuzatiladi. Buni birinchi varianti to'g'ridan to'g'ri qonni olib qo'yishi, ya'ni обкрадываниеsi, stenozga uchraydigan arteriya va undagi perfuzion bosimni susayishi. Bunda nima bo'ladi? Qon ta'minoti yetishmovchiligiga olib keladi. Natijada qon aylanishining avtoregulyatsiyasini buzilishi bo'ladi. Ikkinchi varianti esa teskari, ya'ni o'rchasiga извращенный deb aytilamiz. Bu qonni olib qo'yishi, ya'ni обкрадываниеsi. Bunda biz yuqorida aytib o'tilgan sindromlardan, mana Robin Hood sindromi, qonning normal qon oqimi bo'lgan joylardan ishemik zonaga qayta taqsimlanishi hisoblanadi. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizda qoling.